Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan navbatdagi darsimiz, ya'ni hazm tizimining qo'shimcha a'zolari haqida to'xtalamiz. Hazm tizimi o'tgan darslarimizda to'xtalib o'tdik. Hazm tizimimiz og'iz bo'shlig'idan anusgacha davom etadi. Endi mana shu hazm traktiga kelib qo'shiladigan yoki hazm jarayoniga ishtirok etadigan bir nechta a'zolar bor. Bu a'zolarning birinchisi jigar, gepar, o'tqog'i, vesica biliaris, pankreas ya'ni oshqozon osti bezi hamda o't yo'llari sistemasi, taloq, splen yoki liyan kiradi. Demak, bugun sizlar bilan aynan mana shu 5 ta a'zo haqida to'xtalib o'tamiz. Jigar xotirjasiga gepar deb atalib, odam tanasidagi eng katta a'zo va eng katta bez hisoblanadi. Jigarning quyidagi vazifalari mavjud. Birinchisi, safro ishlab chiqarish va sekretsiya qilish uchun muhim rol o'ynaydi. Ya'ni hazm bo'layotgan ichagimizdagi yog'larni emulsifikatsiya qilib berish uchun safroni ishlab chiqarar ekan. Ikkinchi vazifasi detoksikatsiya. Ichakdan kirgan bakteriya va begona moddalarni filtrlash aynan jigar uchun yuklatilgan. Uchinchi vazifasi uglevodlarni glikogen sifatida o'zida saqlash. Keyinchalik esa kerak bo'lganda glikogendan glyukoza hosil qilish vazifa. To'rtinchi vazifasi triglitseridlar sifatida lipidlarni ishlab chiqaradi va o'zida saqlaydi. Beshinchi vazifasi plazmamizdagi oqsillar, albumin va globulinni sintez qilib beradi. Keyingi vazifasi, oltinchi vazifasi qon koagulantlari, fibrinogen va protrombin hamda antikoagulantlar, geparin va gemoglobinning parchalanishidan hosil bo'luvchi safro pigmentlari, bilirubin va biliverdin degan moddalarni aynan jigar hujayralari ishlab chiqarib beradi. Yettinchi vazifasi qon va trombositlar uchun zaxira, ya'ni rezervuar hisoblanadi. Keyingi vazifasi ba'zi vitaminlar, temir moddasi va mis moddasini o'zida zaxiralash vazifasini bajaradi. Bundan tashqari embrional davrda qizil qon hujayralarini ishlab chiqarishda jigar muhim ahamiyat kasb etadi. Jigar anatomik jihatdan qon parda bilan o'ralgan bo'lib, diafragmaga koronar, ya'ni tojsimon hamda o'roqsimon boylardan orqali birikkan bo'ladi. Jigar o'ng va chap uchburchaksimon boylar, ya'ni uchburchak boylarlar bilan birikib turgan bo'ladi. Jigar diafragma yuzasida koronar boylar qatlamlari bilan chegaralangan, ammo qorin parda bilan o'ralmagan ochiq maydonga ega bo'ladi. Jigar arteriyasidan qonni kislorodga to'yingan qonni olib, jigar darvozasi orqali, ya'ni venasi orqali esa kislorodsiz, ammo ichakdan kelgan oziqa moddalariga boy, ba'zan zaharli qonni qabul qiladi. Uning venasi qoni esa jigar venasi orqali pastki kovak venaga quyiladi. Darvoza venasi, jigar arteriyasi va jigarning ichidagi o't yo'llar bir-biri bilan yonma-yon ketganligi uchun ularni portal triada deb ataladi. Jigar drenaji va homilani ta'minlanishiga qarab o't pufagi va pastki kovak vena chuqurchalari orqali o'ng va chap bo'laklarga ajratiladi. Bu bo'laklar funksional birliklarga yoki jigarlarning 8 ta segmentiga mos keladi. Jigarning bo'laklari haqida to'xtaladigan bo'lsak, o'ng va chap bo'laklar 8 ta funksional mustaqil segmentlarga bo'linadi. Har bir segment raqam yoki nom bilan atalishi mumkin bo'ladi. O'ng bo'lak oldingi va orqangi segmentlarga bo'linib, ular yana o'z yo'li bilan yuqori va pastki sohalarga, qismlarga bo'linadi. Shu tariqa 8 ta segment paydo bo'ladi. Chap bo'lakda esa medial va lateral segmentlarga bo'linadi. Medial va lateral segmentlar esa yuqorgi va pastki qismlarga bo'linadi. Xuddi shu bilan chap bo'lakda ham, o'ng bo'lakda ham segmentlar hosil bo'ladi. Chap bo'lakning kvadrat bo'lagi chap jigar arteriyasidan qonni oladi, ammo o'tni chap jigar yo'liga chiqaradi. Kaudal bo'lagida esa o'ng va chap jigar arteriyasidan qonni olib, o'tni esa o'ng va chap jigar yo'liga. Mana bu rasmda biz jigarni, bo'laklarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu boylarimiz o'roqsimon boylar. Mana bu boylarimiz ligamentum teres hepatis, ya'ni jigarning yumaloq bo'limi. Bu boylar orqali jigar ikkita bo'lakka bo'linadi. Mana bu bo'lakimiz oldingi yuqori bo'lak,
Bu bo'lagimiz orqangi yuqori bo'lak. Mana bu bo'lagimiz esa oldingi pastki bo'lak. Mana bu bo'lagimiz esa orqangi pastki bo'lak. Bu bo'laklarni ring raqamlari bilan ko'rsatib, 7-chi, 5-chi, 6-chi hamda 4-chi A, B segmentlarga bo'lib ajratish ham keng tarqalgan. Jigarning yuqorgi yuzasi diafragmaga tegib turganligi uchun diafragma yuzasi deb ataladi. Pastki yuzasi esa qorin bo'shlig'idagi a'zolarga tegib turganligi uchun visceral yuzasi deb ataladi. Ushbu rasmda biz jigarning visceral yuzasini ko'rib turibmiz. Ranglar bilan ajratilganda esa yuqorida ta'kidlangan kvadratlarni ko'rsatilgan. Masalan, mana bu kvadrantimiz esa orqangi pastki kvadrat, ya'ni 6-chi segment hisoblanadi. Mana bu jigar ranglarida ko'rsatilgan esa oldingi pastki segment, ya'ni 5-chi segment hisoblanadi. Xuddi shu tariqa segmentlarning bo'linishini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, jigarning visceral yuzasida a'zolar tegib turgan bir nechta a'zolarning izlari ko'rinib turibdi. Bundan keyingi slaydlarda ular haqida to'xtalib o'tamiz. Jigarda yoriqlar, ya'ni fissura va bir nechta boylamlarni borligini yuqorida ta'kidlab o'tdik. Bu boylamlar katta H harfi shaklida yoriqlar guruhini o'z ichiga oladi. Yumaloq boylam ligamentum teres hepatis chap bo'lagining lateral qismi va kvadrat bo'lak orasida joylashgan bo'ladi. Kaudal bo'lak va chap bo'lagining lateral qismi o'rtasida esa joylashgan boylam esa ligamentum venosum yorug'ini hosil qiladi. O't tufagi chuqurchasi, kvadrat bo'lak va o'ng bo'lak o'rtasida aynan shu ligamentum venosum joylashgan bo'ladi. Pastki kavak vena uchun yoriq kaudal bo'lak va o'ng bo'lagining katta qismi orasida joylashgan bo'ladi. Porta hepatis, ya'ni jigar darvozasi esa jigarning visceral yuzasidagi ko'ndalang yoriq bo'lib, kvadrat va kaudal bo'laklar orasidagi jigar yo'llarini, jigar arteriyalarini va darvoza venalari shoxlarini, jigar nervlari hamda limfa tomirlari aynan mana shu porta hepatisda joylashgan bo'ladi. Bevosita uni rasmda ko'rishimiz mumkin. Joyini biz jigar darvozasi desak bo'ladi. Bu yerdan jigarning umumiy yo'li, jigarning arteriya venalari aynan shu yerdan kelib chiqadi. Mana bu bo'lagimiz jigarning chap bo'lagi deb ataladi. Lobus hepatic sinistra. Ushbu bo'lakda esa impresso gastrika, ya'ni oshqozon tegib turadigan izi mavjud bo'ladi. Bundan tashqari, jigarning mana bu qismida esa lobus quadratus deb atalib, mana bu qism esa processus caudatus, ya'ni dumsimon o'simta deb ataladi. Mana bu yerda esa processus papillaris, to'g'risimon o'simta joylashgan. Mana bu boylamlarimiz esa jigarning uchburchaksimon boylami, ligamentum triangulare dextra deb atalib, uning qarama-qarshi tomonida esa chapi joylashgan bo'ladi. Mana bu yerda iz mavjud. Bu izimizning nomi impressio suprarenalis deb atalib, chap buyrak kechasi o'ng buyrak usti bezining botib turgan joyi bo'ladi. Mana bu izga esa aynan buyrak tegib turganligi uchun buyrak izi impresso renalis deb ataladi. Mana bu yerga 12 barmoq ichakda bo'lib turganligi uchun impresso duodenalis deb ataladi. Bu yerda esa kvadrat lobus bo'lagi deb ataladi. Mana bu yashaganda ko'rsatilgan a'zo esa o't qopi vesica fera deb ataladi. Mana bu uchta izimiz esa impressio colica deb atalib, yog'on ichakning ko'ndalang chambar ichak qismi aynan jigarning shu yeriga tegib turgan bo'ladi. Klinik yondashuvga to'xtaladigan bo'lsak, jigar sirrozi. Bu jigar hujayralarining asta-sekin nobud bo'ladigan va uning o'rniga jigarning ichki to'qimasiga qonni o'rab turgan yog'li yoki fibroz to'qimaning o'sib egallagan holati hisoblanadi. Tomirlar, biliar o't yo'llari va jigar orqali qon aylanishiga ushbu fibroz va yog'li to'qimalar to'sqinlik qilar ekan. Buning natijasida esa turli xil belgilar namoyon bo'ladi. Jigar sirrozining kelib chiqishining asosiy sabablari spirtli ichimliklarni suiiste'mol qilish, ya'ni alkogolizm, virusli gepatit va zaharli moddalarning organizmga kirishi tufayli vujudga kelishi mumkin. Jigar sirrozida portal hipertenziya sindromi kelib chiqadi. Buning natijasida qizilo'ngachning
Terminal qismidagi varikoz kengaygan venalaridan qon ketishi mumkin. Hatto to'g'ri ichakning varikoz kengaygan qon tomirlaridan qon ketishi mumkin va buni biz gemorroy deb ataymiz. Bundan tashqari, kindik atrofidagi kengaygan tomirlar kaput meduza dirilishi mumkin. Yoki o'rgimchaksimon nevuslar ham kuzatilishi mumkin. Bu o'rgimchaksimon nevuslarni o'rgimchaksimon angiomalar deb atalib, yonoq, bo'yin va yelka sohasida mayda qizil o'rgimchakka o'xshagan arteriolalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qorin bo'shlig'ida erkin suyuqlik to'planishi ortib ketadi va bu holatni biz assit deb ataymiz. Oyoqlarda shish ko'tariladi. Bu qonda albuminning miqdorining kamayib ketishi va qorin bo'shlig'idagi vena cava inferiorga bosim tufayli kelishi mumkin. Bundan tashqari sariqlik kuzatilishi mumkin. O't yo'llari dimlanishi tufayli bilirubin organizmdan chiqib keta olmasdan qonga aylanib yuradi. Jigar ensefalopatiyasi bu jigardagi zararsizlantirish funksiyasi buzilganligi tufayli toksinlarni tashqariga chiqara olmaydi. Bu toksinlar miya hujayralarini zararlab qo'yadi va shuni hisobiga ensefalopatiya kelib chiqadi. Keyingi simptomimiz splenomegalia. Spleno degani taloq degani, megalia degani kattalashib ketishi. Trombotsitopeniyaga olib kelishi mumkin va sekvestrlangan qon hujayralarini keltirib chiqaradigan venoz tiqilib qolish natijasida kengaygan taloq, trombotsitlar sonining kamayib ketishi va oson ko'karishlar sodir bo'lishi, xullas bitta qisqa qilib aytganda qondagi ivish sistemasi buzilishiga olib keladi. Bundan keyingi belgi gepatomegalia, jigarning kattalashib ketishi. Bunga asosiy sabab o'lgan gepatosit hujayralarining o'rniga yog' bosadi va fibroz to'qima rivojlanar ekan. Palmer eritemasi esa kaftlarimiz doimiy qizarib, yupqa plyonka shakliga aylanar ekan. Erkaklarda esa moyaklar atrofiyasi, ginekamastiya degan belgilar kuzatilishi mumkin va pektoral alopetsiya uchraydi. Bu uchala belgi erkaklarda uchraydi. Buning asosiy sababi moyaklarni qon bilan ta'minlaydigan arteria testicularisning assid va gipertenziya tufayli bosib qo'yilishi tufayli moyaklar atrofiyaga keladi va moyaklar o'zining funksional vazifalaridan biri bo'lmish testosteron ishlab chiqarmaganligi tufayli ko'krak bezlari kattalashib kuzatiladi. Pektoral alopetsiya degani bu ko'krakdagi sochlarning to'kilishi yoki bo'lmasam erkak kishining ayol kishidan asosiy farqlaridan biri ko'kragida tuklar bo'ladi. Mana shu tuklar esa to'kilishga olib keladi. Keling, unda shunga to'xtaladigan bo'lsak, jigar biopsiyasi. Bu jigardagi turli xil kasalliklar, asosan o'sma kasalliklarini aniq tashxis qo'yish uchun va morfologik tekshiruv uchun amalga oshiriladigan tekshiruv hisoblanadi. Bunda kompyuter tomografiya yoki ultratovush tekshiruv nazorati kontroli ostida 8 yoki 9 ehtimol 7-10 qovurg'alararo bo'shliqlardan igna orqali amalga oshiriladi. Biopsiya bajarilgan paytda bemordan imkon qadar o'pkaga zarar yetkazmaslik uchun va pnevmotoraksni keltirib chiqarmaslik uchun nafasni to'liq olib, ushlab turish so'ralgan holatda amalga oshiriladi. Transyugular jigar biopsiyasi kateterni arterial yugular arteriyasi orqali venaga kiritiladi va yuqori vena cava, ya'ni vena cava superior orqali vena cava inferior va o'ng jigar venasiga o'tkazish orqali amalga oshiriladi. Bunda biopsiya ignasi kateter orqali jigarga kiritiladi va u yerdan biopsiya namunasi olinadi. Mana bu aslida bir jigardagi o'smadan ultratovush tekshiruvi yordamida biopsiya olish jarayoni ko'rsatilyapti. Ikkinchi a'zomiz o't qopi, vesica biliaris. O't tufayli o'tkir yallig'lanishida maksimal sezuvchanlik joyi bo'lgan qismi 19-qovurg'a tog'ayi osti va qorinning oldingi to'g'ri muskulning lateral chegarasini birlashmasida joylashgan bo'ladi. Jigarning pastki yuzasida o'ng va kvadrat bo'laklar orasidagi chuqurchada joylashgan bo'ladi. Uning taxminiy sig'imi 30-50 mm gacha bo'lib, u 12 barmoqli ichak va ko'ndalang chambar ichakka tegib turadi. Uning shakli esa noksimon shaklda bo'ladi. O't qopida fundus, tubi, tanasi va bo'yin qismi farqlanadi.
Tumbus qismi, fundus qismi 19-qovurg'a bo'ylab o'rta klavikulyar chiziqda joylashgan bo'ladi. Uning uchi ko'ndalik chambarchakka tegib turadi. Tanasi esa asosiy qismi bo'lib, 12 barmoqli ichakning yuqori qismida va ko'ndalik chambarchakka tayangan holatda turadi. Bo'yin qismi esa tor qismi bo'lib, spiral klapanlar, Heister klapanlari joylashgan bo'ladi. Va u kerakli paytda o't qopi qisqarganda mana shu klapan ochilishi tufayli o't qopini harakatini ta'minlaydi. O't pufagi safroni qabul qilib, uni konsentratsiyalashga xizmat qiladi. Ya'ni suv va tuzlarni undan qayta surib olib, qo'yiqlashtirib turadi. Uni o'zida saqlaydi va ovqat hazm qilish jarayonida 12 barmoqli ichakdagi katta so'rg'ichga chiqarib beradi. 12 barmoqli ichakning shilliq qavat tomonidan ishlab chiqariladigan xolesistokinin garmoni orqali yoki 12 barmoqli ichakka tushgan oziq-ovqat mahsulotlarida ta'siri tufayli kelib chiqqan parasimpatik stimulyatsiya natijasida o't pufagi qisqarib, safroni chiqishini ta'minlaydi. Yuqorida jigarning visceral yuzasida pastda o't qopli yo'li va medial tomonda umumiy jigar yo'lidan hosil bo'lgan sistogepatik uchburchak, ya'ni kaud uchburchagi ichida o'ng jigar arteriyasidan kelib chiqadigan o't qopi arteriyasi sistemi orqali qon bilan ta'minlanadi. Uning bo'ynida noodatiy konussimon xalta, Gartman xaltasi mavjud bo'lib, bu xalta o't pufagining ampulasi ham deb ataladi. Ushbu rasmda 12 barmoqli ichak va uning pastga tushuvchi qismidagi ikkita so'rg'ich va bu so'rg'ichlarga ochiladigan anatomik elementlar ko'rsatilgan. Mana bu esa o't pufagi hisoblanib, mana bu qism o't pufagining tubi, mana bu qism o't pufagining tanasi, mana bu yer esa o't pufagining bo'yni, colon vesicle areas deb ataladi. Mana bu yer esa o't pufagining kengaygan ampula qismi. Mana bu esa ductus cysticus, ya'ni o't pufagining yo'lidir. O't pufagining yo'li jigar tomonidan kelayotgan ductus hepaticus communis o't pufagining umumiy yo'li bilan birlashib, ductus choledochus, ya'ni umumiy o't yo'lini hosil qiladi. Bu umumiy o't yo'li 12 barmoqli ichakning yuqori qismining orqa tomonidan o'tib va oshqozon osti bezining asosiy yo'li bo'lmish ductus pancreatus bilan birlashib katta so'rg'ichga ochiladi. Klinik yondashuvga to'xtaladigan bo'lsak, o't pufagida o't toshlari, ya'ni xolelitiaz eng ko'riladigan kasalliklardan biri hisoblanadi. Unda safro tarkibiy qismlarining cho'kib qolishi natijasida hosil bo'ladigan toshlarga tushuntiriladi. Asosan xolesterin kristallaridan hosil bo'ladi. Odatda safro pigmentlari va kalsiy bilan aralashish natijasida paydo bo'ladi. Safro kristallarida va qum, zarra va nihoyat zarralar yig'ilib toshlarni hosil qilishi mumkin. O't toshi hosil bo'lishligida 5F holati kuzatiladi. Ya'ni 5 ta F sindromi kuzatiladi. Bu birinchisi 40 yoshda bo'lishi kerak odam. 40 ingliz tilidagi 40 so'zdan kelib chiqqan. Ikkinchisi fertil yoshda bo'lishi kerak. Fertil yosh deganimiz bu tug'ruq davrida bo'lishi kerak. Uchinchisi ayollarda kuzatilishi kerak. Ko'proq female'larda kuzatiladi. Va keyingisi semiz ayollarda bo'lishi kerak. Fat deydi. 5-fail esa fail bo'ladi, ya'ni oqsoch bo'lishi kerak bo'ladi. Toshlar o't pufagining tubida joylashgan bo'lishi mumkin. U yerda ular o't pufagi tubining devori orqali ko'ndalang chambar ichakka ta'sir qilishi ham. Xo'p, agar o't pufagining ichida joylashgan tosh qimirlamasdan joyida tursa, bemorda umuman bezovta qilmasligi mumkin. Ammo u siljish tufayli o't yo'li yoki umumiy yo'li yoki duodenal so'rg'ichga ochiladigan joylarga toshlar tiqilib qolsa esa, o't tosh xastaligining kelib chiqishiga sabab bo'ladi va bemorda juda og'ir holatlarni keltirib chiqaradi. Ushbu o't tosh kasalligini davolashda jarrohlik usuli keng qo'llanadi. Hozirgi kunda laparoskopik zamonaviy o't tosh xastaligini xolesistektomiya amaliyoti keng qo'llanilib kelinmoqda. Xolesistit o't pufagining yallig'lanishi bo'lib, o't yo'lidagi toshlar bilan to'sib qo'yilishi natijasida yuzaga kelishi mumkin. Tosh bo'lmasa ham toshsiz xolesistit kuzatilishi mumkin. Yuqori kvadratli epigastral sohada og'riq, isitma tana haroratining ko'tarilishi, ko'ngil aynishi, qayt qilishi kuzatilishi mumkin. Ayniqsa xolesisitning eng asosiy belgisi ertalabki tomoqqa
og'izga achchiq ta'mning kelishi bilan kuzatilishi mumkin. Xolecystorektomiya bu yallig'langan yoki tosh bilan asoratlangan o't qopini jarrohlik usulida olib tashlash degani. Bu ochiq jarrohlik usuli yoki zamonaviy laparoskopik usullarda amalga oshiriladi. Uchinchi hazm sistemasiga yordam beruvchi a'zomiz bu me'da osti bezi. Oshqozon osti bezi pankreas deb ataladi. U epigastral va chap gipoxondral sohada joylashgan bo'ladi. Asosan kichik qopchaning tagida yotadi va u yerda oshqozon to'shagining asosiy qismini tashkil qiladi. Ya'ni aynan oshqozon osti bezining ustida oshqozon yotar ekan. U qorin bo'shlig'ida joylashgan lienorenal yoki splenorenal boylamda yotuvchi dum qismini kichik qismidan tashqari retroperitoneal a'zo hisoblanadi. Bosh qismi 12 barmoqli ichakning boshlanishida joylashgan bo'lib, bosh qismida o'sma kuzatilsa, safro oqimiga to'sqinlik qilishi mumkin bo'ladi. Natijada sariqlik paydo bo'lishi. Safro pigmentlari qonda to'planib, teri va ko'zlarda xarakterli sariq. Oshqozon osti bezi yuqori tutqich tomirlari orasida bosh qismining pastki chapki preksiyasida bo'lgan dumsimon o'siqqa, ya'ni processus uncinatusga ega bo'ladi. Dum qismi taloqqa qarab davom etadi. Oshqozon osti bezida qonni taloq arteriyasi, ya'ni arteria lienalis shoxlaridan yuqori mezenterik arteriya va pastki pankreatoduodenal arteriyalar orqali oladi. Oshqozon osti bezi qonni taloq arteriyasi shoxidan hamda yuqori va pastki pankreatoduodenal arteriyalardan oladi. Yuqori pankreatoduodenal arteriya bu truncus celiacus qorin qoyasining tarmog'i hisoblanib, pastki pankreatoduodenal arteriya esa yuqori tutqich arteriyasidan chiqadi. Oshqozon osti bezi endokrin bez sifatida yog'lar, oqsillar, uglevodlarni hazm qilishda yordam beradigan ovqat hazm qilish fermentlarini ishlab chiqaradi. Endokrin bez sifatida esa organizmga energiya uchun zarur bo'lgan glyukoza metabolizmini boshqaruvchi insulin va glyukagon gormonlarini ishlab chiqaradi. Insulin va glyukagon gormonlari aynan oshqozon osti bezining bu qismida joylashgan Langerhans orolchalari tomonidan ishlab chiqariladi. Bu orolchaning ichida joylashgan beta hujayralar tomonidan insulin ishlab chiqarilib, insulin glyukoza so'rilishini, glyukozaning glikogenga almashishini ta'minlaydi. Glikogenning saqlashini esa rag'batlantirish orqali qonda qand miqdorini nazorat qiladi. Endi buni tushunish uchun aytish kerakki, biz ovqatlanganimizdan keyin qonimizda glyukozaning miqdori ortishi bilan insulin ishlab chiqarishi ortadi va bu insulin ortiqcha glyukozani glikogenga aylantiradi demoqdir. Glyukagon nima ish qiladi? Glyukagon qonimizda glyukozaning miqdori kamaysa, glikogendan glyukoza hosil bo'lishini kuchaytirish orqali qondagi glyukozani normallashtirib turadi. Bundan tashqari oshqozon osti bezida somatostatin degan gormon ishlab chiqaradi. Bu gormon sekretsiyasini pasaytirishga xizmat qiladi. Bu oshqozon osti bezida ikkita kanal orqali oshqozon osti bezining chiqaruv yo'llarini 12 barmoqli ichakka ochiladi. Mana bu oshqozon osti bezi bezli a'zo hisoblanadi, aralash bez hisoblanadi. Mana bu uning tanasi, mana bu esa uning bosh qismi hisoblanadi. Oshqozon osti bezining ichidan kelgan oshqozon osti bezi yo'li bosh qismiga kelgandan keyin ikkiga aylanadi. Birinchi asosiy qismi umumiy, ya'ni oshqozon osti bezining asosiy yo'li qo'shimcha yo'li bo'lib, kichkina so'rg'ichga va katta so'rg'ichga ochiladi. Asosiy pankreatik kanal Wilson kanali deb atalib, dum qismidan boshlanadi. Butun oshqozon osti bo'ylab hazm fermentlarini yig'ib, oshqozon osti bezi shirasini to'plab, uni 12 barmoqli ichakda joylashgan katta so'rg'ich, ya'ni 12 barmoqli ichakning ikkinchi qismidagi so'rg'ichga o't yo'liga qo'shilgan holatda gepatopankreatik ampula, Vater pump ampulasini hosil qilgan holatda ochiladi. Ikkinchi qo'shimcha pankreatik kanal esa Santorini kanali deb atalib, u oshqozon osti bezining bosh qismidan boshlanadi. Bosh va tanasining kichik qismlaridan ishlab chiqarilgan shiralarni to'plab, katta papillardan, ya'ni so'rg'ichdan taxminan 2 sm yuqorida joylashgan 12 barmoqli ichakning kichik so'rg'ichi, Santorini so'rg'ichi yoki
papilla duodenniy binoga. Oshqozon osti bezida qanaqangi kasalliklar kuzatilishi mumkin? Eng ko'p kuzatiladigan kasalliklardan biri bu pankreatit. Pankreatit degani oshqozon osti bezining yallig'lanishi bo'lib, u tufayldagi toshlar yoki spirtli ichimliklarni suiiste'mol qilish natijasida vujudga kelishi mumkin. Uning asosiy belgilari orasida qorinning yuqori qismidagi og'riqlar, bu og'riqlar kuchli va doimiy bo'lishi bilan ajratiladi. Bel og'rig'i sifatida namoyon bo'lishi ham mumkin. Ko'ngil aynishi, qusish, vazn yo'qotish, yog'li axlat kelishi, yengil sariqlik, diabet, past qon bosimi, yurak yetishmovchiligi va buyrak yetishmovchiligi kabi belgilar ham namoyon bo'lishi mumkin. Keyingi kasalligimiz oshqozon osti bezi saratoni. Bu ko'pincha kuchli bel og'riqligiga sabab bo'ladigan kasallik bo'lib, qo'shni organlarga o'tishi natijasida vujudga keladi. Bu davolanishi juda murakkab bo'lgan, qiyin bo'lgan kasallik hisoblanadi. Oshqozon osti bezining boshida joylashgan saraton ko'pincha o't yo'llarini bosib qo'yishi natijasida sariqlikni yoki obstruktiv sariqlikni keltirib chiqarishi mumkin va pankreatitodinektomiya degan Whipple amaliyoti orqali davolanishi mumkin bo'ladi. Bunda jarroh rezeksiya qilib ham oshqozon osti bezini ham 12 barmoq ichakni qo'shib olib tashlash bilan ushbu kasallik davolanadi. Oshqozon osti bezining eng keng tarqalgan kasalligi bu qandli diabet kasalligi hisoblanadi. Qandli diabet yetarli darajada ishlab chiqarilmasligi yoki umuman ishlab chiqarilmasligi tufayli tanadagi barcha to'qimalarga yetarli darajada ta'sir qilmasligi natijasida yuzaga keladigan giperglikemiya, ya'ni qonda qandning miqdori ortib ketishi bilan tavsiflanadigan kasallik hisoblanadi. Qandli diabetning ikki turi mavjud bo'ladi. Birinchi tip qandli diabet bu insulinga bog'liq diabet deb ham ataladi. Bunda oshqozon osti bezining beta hujayralari yetarli miqdorda insulinni ishlab chiqarib bera olmaydi. Nishon to'qimalarida insulinning rezistentligidan kelib chiqadigan ikkinchi tipdagi qandli diabet tanadagi insulinni to'g'ri ishlata olmaydigan yoki insulin ta'sirida to'g'ri javob bera olmaydigan holat hisoblanadi. Qandli diabet, diabetik retinopatiya, diabetik neyropatiya, diabetik nefropatiya va yurak kasalliklari, insult va oyoq-qo'l kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin. Unda poliumiya, ya'ni siydikning ko'p ajralishi, polidipsiya, tez chanqash, vazn yo'qotish, charchoq, siydik yo'llarining infeksiyasi va ko'rishning susayish belgilari kuzatilishi mumkin bo'ladi. Keyingi a'zolar tizimimiz bu o't yo'llarining sistemasi. O't yo'llarining sistemasi jigarning hujayralari gepatit hujayralaridan boshlanib, ularning o'ng va chap bo'lagidan kelayotgan o't yo'llari birlashib, o'ng va chap jigar o'tkazuv nayini hosil qiladi. Bu ikkala nay yig'ilib, umumiy jigar nayi ductus hepatis communisni hosil qiladi. O't qopiga olib boruvchi nay ductus cysticus ham mavjud bo'ladi. Umumiy o't yo'li esa ductus polydorus deb atalib, u ductus cysticus va ductus hepatis communisning qo'shilishidan hosil bo'ladi. Eng oxirgi qismimiz gepatopankreatik nay yoki ampula, Vater ampulasi hisoblanadi. Bu umumiy o't yo'li va asosiy oshqozon osti bezi yo'lining birlashishi natijasida hosil bo'lgan qismi hisoblanib, mana shu qism 12 barmoqlik ichakka qo'yiladi. Mana bu chap gepatik nay, bu esa o'ng gepatik nay, ikkalasi birlashib umumiy gepatik nayni hosil qiladi. Bu yerda qopchalik, qop nayi bilan umumiy gepatik nay birlashib esa umumiy o't yo'lini hosil qiladi. Umumiy o't yo'li oshqozon osti yo'li bilan birlashib gepatopankreatik so'rg'ich orqali qo'yiladi. Va bugungi darsimizdagi eng oxirgi qo'shimcha a'zoyimiz bu taloq. Taloq yumonchasiga splен, o'rtanchasiga ligan deb ataladi. Chap gipoxondrik sohada diafragma va 9-dan 11-qovurg'alar oralig'ida joylashgan bo'ladi. U limfatik organ bo'lib, qorin pag'da bilan qoplangan, qorin bo'shlig'i devorida leonogastrik yoki splenogastrik hamda leonorenal yoki splenorenal moylamlar bilan birlashtirib turilgan bo'ladi. Dorsal mezogastriumda mezenximaning qalinlashuvi natijasida rivojlanadi va taloq arteriyasi tomonidan qon bilan ta'minlanadi. Taloq venasi tomonidan drenajlanishi amalga oshadi. Oq pulpadan iborat bo'lib, u asosan markaziy arteriyalar atrofidagi limfa to'qimasidan iborat bo'lib, odamdagi immun tizim
hamda fagozitar javoblarning markaziy a'zosi hisoblanadi. Venos sinusoidlar va taloq gordonlaridan iborat bo'lib, filtratsiyaning asosiy joyi bo'lgan qizil pulpadan iborat bo'ladi. Taloq qonni filtrlaydi, makrofaglar tomonidan shikastlangan va eskirgan eritrotsitlar hamda trombositlarni parchalash aynan taloqning vazifasi hisoblanadi. Qizil pulpadan qon va trombositlarni aylangan qonning rezervuar vazifasi ham mavjud bo'ladi. Immun javobda ishtirok etadi, ya'ni infeksiyadan himoyalash vazifasi ham mavjud. Oq pulpada yetuk limfotitlar, makrofaglar va antitenlar hosil bo'lib, bu qon hosil bo'lishda ishtirok etadigan keyingi funksiyasini ham amalga oshiradi. Embrional davrda gematopoietik a'zo bo'lib, embriondagi qonning hosil bo'lishida muhim ishtirok etadi. Keyinchalik esa qizil pulpadan keksa, ya'ni eskirgan eritrotsitlarni parchalash joyida amalga oshadi. Shuning uchun qizil qon tanachalari, ya'ni eritrotsitlarning qabristoni degan nomi ham mavjud. Eritrotsitlarning nafas olish oqsili bo'lgan gemoglobin, ya'ni globulin oqsil qismi aynan taloqda parchalanadi va u aminokislotlargacha gidrolizlanib parchalanib, oqsil yangi oqsil sintezida ishlatilish uchun yuboriladi. Gemdan ajralib chiqadigan temir va suyak iligiga o'tib, yangi hosil bo'ladigan eritropoyezda xizmat qiladi va temirsiz genni jigarga yuborib, jigarda bilirubin, ya'ni safro pigmentlarini hosil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Taloqning ko'rinishi aynan shu bo'ladi. Mana bu joy taloq darvozasi deb ataladi. Taloq darvozasidan taloq arteriyasi kiradi va undan splenik vena chiqadi. Xo'p, kesilgandan ko'rganimizda mana bu yerda qirg'oqli, ya'ni marginal zona, oq pulpa ajralib turibdi. Mana bu yerda periarterial limfoid qism joylashgan. Buni oq pulpani yonida joylashgan bo'ladi. Mana bu oq dumaloq qismlar esa birlamchi follikullar, ya'ni oq pulpa deb ataladi. Uning chekkalarida joylashgan qizil pulpadir. Taloqning kasalligi bu splenomegalia. Bu portal gipertenziya natijasida kelib chiqadigan taloqning kattalashishi bo'lib, taloq venasining dimlanishi tufayli qonning taloqdan tashqariga chiqa olmasligi tufayli kelib chiqar ekan. Ya'ni venoz dimlanish tufayli keladi. Bunda trombositopeniya, ya'ni trombositlar sonining kamayishi va asosan ko'karishlarga olib kelishi mumkin ekan. Chunki trombositlar odamda qonning ivishiga javob berar edi. Buning natijasida isitma, ich ketishi, suyak og'riqlari, vazn yo'qotish va kechasi terlash kabi belgilar ko'rilishi mumkin. Keyingi klinik yondashuvimiz taloqning yorilishi. Bu ko'pincha qovurg'alarning sinishi yoki chap, gipoxondriyada kuchli zarbalar natijasida kuchli qon ketishiga olib kelishi mumkin. Chunki taloqning ichi qon tomirlariga to'la bo'ladi. Yorilgan taloqni tiklash qiyin bo'ladi. Shuning uchun odamlarni qon ketishidan asrash maqsadida taloqning to'liq olib tashlanish amaliyoti bajariladi. Taloqning jarrohlik yo'li bilan olib tashlanishi mumkin, chunki uning funksiyalari boshqa retikular endotelial organlar tomonidan bajariladi. Keyingi kasalligimiz limfoma, bu limfa sistemasining o'smasi hisoblanadi. Hodgkin limfomasi esa limfa to'qimalardagi taloqdagi va boshqa limfa to'qimalarni og'riqsiz, progressiv, kuchayib boruvchi, kechasi terlash, va vazn yo'qotish bilan cho'ziladigan o'smaning turi hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.